Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan aytadilar. Kim do'zaxdan uzoqlashtirilib jannatga kiritilishligini istasa, o'limi kelganda iymoni o'zi bilan birga bo'lsin deyapti. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan holida bo'lsin. Kim Allohning huzuriga iymon bilan boradigan bo'lsa, albatta u do'zaxdan uzoqlashtirilib jannatga kiritilar. Bu aytdilarki, hamda dedilar. Odamlarga o'ziga qilinishligini yaxshi ko'rgan muomalani qilsin. Ya'ni o'ziga yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham ilinsin. O'ziga nimani yaxshi ko'rsa, boshqalarga ham shuni ilinsin deb Imom Muslim rivoyatlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam do'zaxdan uzoqlashtiriladigan va jannatga kiritiladigan inson qanday bo'lishligini aytib o'tdilar. O'lim kelganda iymon bo'lishligi va boshqalarga o'ziga yaxshi ko'rgan narsani ilinishlik. Mana shu insonlar azlar do'zaxdan uzoq bo'lar ekan, jannatga kiritilar ekan. Mana bu o'zimizga yaxshi ko'rgan narsani boshqaga ham ilinish, bu juda ham muhim narsa. Juda ham muhim narsa. Agar biz mana shu narsani to'g'ri tushunib yetsak, hech qachon birovni aldamaymiz. Birovni qalbini og'ritmaymiz. O'zimiz yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ilinsak, haqiqiy iymoni komil bo'lamiz va jannat ahlidan bo'lamiz.